Sun'iy intellekt yoki deep learning nimaga rivojlanayotgani haqida hech o'ylab ko'rganmisizlar? Darsimiz davomida sizlar bilan rivojlanish sabablari va an'anaviy metodlar, algoritmlar, ya'ni machine learning dan deep learningning afzalliklari haqida bilib olamiz. Rivojlanish sabablari nima ekan? Applying AI to make AI first, generative AI, third AI, applying AI, finally rigorously tested AI with AI. Albatta bu emas, asosiy sabablari quyidagicha, ya'ni ma'lumotlar, kuchli serverlar va algoritmlar. Endi bitta-bitta to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda raqamlashtirish rivojlangan sari ma'lumotlarimiz ko'payib ketyapti. Endi shu ma'lumotlar ko'paygan sari bizga kuchli serverlar talab etiladi. Ya'ni bu bir-biriga bog'liq. Va undan tashqari endi shu ma'lumot ko'paydi, kuchli serverlar ko'paydi va rivojlandi. Endi buni ishlatish uchun bizga kuchli algoritmlar kerak. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu bir-biriga bog'liq. Transformer algoritmlari bor. Ya'ni bular hammasi deep learning orqali biz sun'iy intellekt modellarini shu 3 ta asosiy sabablar bilan rivojlanishda davom etmoqda. Ya'ni ma'lumot ko'paydi, serverlardan foydalandik va kuchli algoritmlar bilan biz yaxshi modellarni qura boshladik. Endi kelinglar sodda misol bilan an'anaviy algoritm bilan solishtirib ko'ramiz. Ya'ni biz uyi narxini hisoblaydigan algoritmlar qilganmiz. Quyidagicha dataset misol qilib keltiramiz, ya'ni ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Uyi maydoni, xonalar soni va narxi. Buni hisoblaydigan masalan, kiruvchi ma'lumotlar sifatida A va chiquvchi ma'lumotlar sifatida B ni ko'rishimiz mumkin. Uyi maydoni bilan xonalar soni kiradi va bizga uy narxini hisoblaydigan algoritm qilishimiz mumkin machine learning orqali. Endi deep learningda biz bularni quyidagicha neyral tarmoq orqali biz osonlik bilan qilishimiz mumkin. Endi oson degani qanaqa ma'noda? Orqaga qaytamiz. Masalan, bu yerda uyning raqamlari bo'lishi mumkin edi. Deylik 7-xonadon, 8-xonadon yoki 11-chi, 70-chi xonadon bo'lishi mumkin edi. Biz bu yerda ko'rmayapmiz. Sababi bu uyning nomeri biz uchun narxida umuman ahamiyatga ega emas. Shu sababli bu yerda olib tashlaganmiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda biz future engineering, ya'ni xossalarni ajratib olib chiqqanmiz. Buni hammasi an'anaviy algoritmlar uchun kerak edi. Hozir ko'rib turganingizdek, ya'ni an'anaviy algoritmga aniq bir ko'rsatma berasiz va aniq bir javob olasiz. Deep learningda esa biz future engineeringdan ko'ra ko'proq biz modelga e'tibor beramiz. Endi model deganda nima? Endi bu keyingi slaydda yana qaytib tushunib olamiz. Ya'ni an'anaviy algoritmlar ma'lumotlar ko'paygan sari uning aniqlik darajasi o'sishdan to'xtaydi. Deep learningda esa biz uni yanada va yana rivojlanib boraversa bo'ladi. Ya'ni qancha ma'lumot bersak, uni aniqligi shuncha o'sib boraveradi. Ma'lumot kam bo'lsa, shuncha aniqligi tushib boraveradi. Endi deylik, mana bu yerda kichik, o'rtacha va katta neyral tarmoqlarni ko'rishimiz mumkin. Bular o'zi nima? O'zi nimaga kichik, nimaga o'rtacha deydigan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda qisqa, sodda misol bilan tushuntirib beraman. Ko'rib turganingizdek, bizda neyral tarmoq bor, bir-biriga ulangan, ko'rib turganingizdek va bizda 3 qatlamdan iborat. Kiruvchi ma'lumot va 3 ta qatlam hisoblaydigan algoritm va chiquvchi ma'lumotlar bor. Bunaqa qatlamlardan masalan deylik ChatGPT yoki Midjourney'da millionlab yoki minglab bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha algoritmlardagi neyronlar soni yoki qatlamlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda modelimizning aniqligi shunchalik yaxshi rivojlanib boraveradi. Endi kelinglar bularni barchasini deylik neyron nima, qatlam nima va bularning vazifasi nima, o'zi nima uchun kerak? Keyingi video darsimiz davomida tanishib boraveramiz.